Aslam dostlar, bugün o'qiydigan kitobimiz ئەقىللىق تاشپاقا. Bir kuni tulkining qo'rsqi bakmi ichib ko'krab ketibdi. U atrofini shundoq qarabdikan, bir paqini ko'rabdi. U paqi bo'lsa, hasharotlarni tutish bilan toza oldirashgan. Shuning bilan tulki asta paqaga yiqilishibdi. Paqa bu ishlardan xabarsiz yanala hasharot tutish bilan oldirash bo'laveribdi. Bu ahvolni ko'rgan tashpaqa o'zining do'sti paqajonni qutuldirish uchun darhol kelibla tulkining quyruqini vachchida tishlabdi. Bu og'riq azobiga chidamagan tulki jinning boricha voysab, "Voyjon, quyruqimni tishlagan kim o?" deb jinning boricha vaqirabdi-da, orqaga o'rilib qarabdi. Bu varanchiroqdan cho'chib ketgan paqa darhol o'zini suvga tashlabdi-da, uzib qochib ketibdi. Tulki ochchiqdan yer layla deb ketibdi. Ham og'riq azobi, ham o'zining o'zqidan quruq qolibdi. Shuning bilan orqaga burilgan beti burilib, tashpaqaga debdi-da, "Endi men seni yeyman" debdi. Shu g'azablangan beti tashpaqaning yugurib kelib oldiga yo'g'on og'zini ochib, beshini shundoq tishlay debdikan, tashpaqa beshini qepining ichiga martada tiqibdi. Butun tishlay debdikan, nihoyat jaqqonlik bilan butuni qepining ichiga tiqibdi. Quyruqini tishlay debdikan, quyruqini nihoyat jaqqonlik bilan qepining ichiga tiqibdi-da, o'zi bir kollak tosh kumzakka aylanibdi. Tashpaqa tulki u yoq o'ribdi, bu yoq o'ribdi. Bu tosh kumzakni zoda ocholmabdi. U ochchig'i paylamay jinning boricha bir tishlabdikan, ey xonnas, tishi ajoyib og'rib ketibdi. U qattiq voysab ketibdi-da, shu ochchig'i paylamay debdi tashpaqaga. "Ey tashpaqa, xap seni. Osmonga chiqib, yerga tashlab, kukum talqon qilib o'taman-ku seni hozir" debdi. Tashpaqa bu tulkining hayvisidan bir dalma qo'rqib qo'ymabdi-da, nihoyat aqllilik bilan, "Bo'lsa-ku shundoq qila, men osmonga asaldan chiqib boqmagan, osmonga chiqib beqishni bekmi orzuyim bordi. Shundoq qila tulkijon" debdi. Tulki bu yilisining toza ishlamaganini his qilibdi-da, uningga yana bir xil yil ishlatibdi. "Undoq bo'lsa, seni o'tga silib kul qilib o'taman" debdi. Tashpaqa yana tamkinlik bilan, "Ha, bu shundoq qila tulkijon, men hozir bek to'nglab, bek titrab ketdim. O'tga solsang, toza bir isinib, toza rohatini olay" debdi. Tulki bu yilisining ishlamaganini qarab bek g'azablanibdi-da, "Ha, seni undoq bo'lsa, ko'lga silib, tunjuqtirib o'ttirman" debdi. Buni anglagan tashpaqa zoda ahuzar silib toza yig'labdi. "Voy tulkijon, hargiz meni suv tashlamag'in, menga rahim qilg'in. Men suv tushsam, suzishni uqmayman. Men o'lib qolaman. Undoq qilmag'in, meni suv tashlamag'in" deb yolvurishga boshlabdi. Tulki bo'lsa nihoyat mag'rur holda oxiri o'zining bir yelisiniki ishligini ko'rib behush ketibdi-da, bu yo'g'on tosh ko'mbazni beshidan egiz ko'tarib suvga bir etibdikan, bu tosh ko'mbaz suvga polton qilib cho'kib ketibdi. Biroq tashpaqa suvga tushiblam piltang uzib paqa taraf qarab ketibdi. Shuning bilan u paqaning yeniga keldi-da, ikkisi bir nilufar yupriqning ustiga chiqib o'ltiribdi. Andin paqa qarab, andin tulkiga qarab, "Hey,
Tulki, sen bizni yemakchi eding-ku. Kela, nocho'san, kela. Kela, biz miyada, bizni yegina, debdi. Buni ko'rgan tulki buni to'limi xo'rliq his qildi-da. Shunchalik achchiq kepti, ham yerilib ketay debdi-da, achchig'i paylamay suvga o'zini bir etibdikan. Suv uzishni bilmagan tulki suvga tushib, tunjiqib o'lib qoldi. Meni qutqizinglar deb shuncha vaqasimi tashpaqa bilan paqajon uning qarab ilmab qo'ymabdi. Oxiri u tashpaqa bilan paqani yeyman deb oxiri o'zi o'libdi.